Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men o'sha bugun videomizda bizlar PUBG Mobile o'yinini o'ynaymiz. Va sizlar bunday ish qilib obunani qiq qo'ysanglar, iltimos qilasizlar. Bugun bizlar PUBG'da Livik o'ynaymiz. Bunday sharni ko'rsatib, bunday 9 numaraga o'sh tabriklardan nima bor ekan? Qatyapti mana men hozir Naruto'ni skinini olmoqchiman. O'nta berdi. Bugun Naruto'ni skinini olishga harakat qilaman. Bunda bizlar yana animatsiya bilan mashina qilib qo'yib bunani biz Livik o'ynaymiz. Unda biz men ammo to'rtkallar bilan o'ynasammikin, ochkisiz shunaqasiz o'ynasam. Короче, menda Akatsuki bor, Akatsuki. Endi men tanlasam menda Akatsuki bor, zo'rda bu Naruto skinidan ham zo'r, mashhur, hamma ketib bunday jippirlab matchni boshlaymiz. Hop. Match boshlashdan oldin sizlarga obuna va laykni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Biz Wi-Fi yaxshi ishlayapti, lekin rosa qotyapti, telefon ham buzib ketgan. Biz ham oynaymiz. Ishqilib botlar tushsinda, kuchlilar tushmasin. Zaryati ham ko'p. Hozircha soat 5. Bunda biz biroz qatyapti, negadir qizib ketgandan bo'lsa kerak. Telefon qizib ketgani uchun o'ylayman, nastroykani ko'rib qaram, hozir o'zi ko'rinmas. O'zimga mos kerak. Men bu videoni Kakashi'da ko'rib oldim. Kakashi ham shunaqa video chiqarsa men PUBG o'ynamasdan o'tiramanmi deb. Mana tez shamim bor, Akatsuki'm bor. Mana nima yuribdi? Bu qanaqa kiyim? Kereski. Bu men Akatsuki'm zo'r baribir. Unda match boshlanishga oz qoldi. Aqqa boramiz. Ortimdagi anaqani ko'ryapsizlarmi? Bagiga server zo'rg'a to'plab oldim. Ko'p anaqalar eventlardan, open case'lardan ochib oldim. Mana kim kuchli ekan? Biz hozir anaqa akademiyaga tushishni meditsinagami? Akademiyaga tusharamiz. Bunda eng kuchlisini 23 ekan xayriyat. Bu botlar degani. Bunda biz pastga tushishimiz ham osonlashadi. Biz bunda pastga tushdik. Tayinligiga qanday baho beringlar? Glazurdan qarasa Akatsuki bilan zo'r keladi. Tayinga anaqaga nima edi? Likopcham uchar ashaqaga. Bunday mazza qilib animatsiyalar bilan tushish kerak. 49 tadan 50 ta. Biz u yoqqa tushishimiz kerak, o'yin ichiga. Birinchi bo'lib bunda tushib oldik. Va sekin Minato Katuni olish kerak. Minato'ning anaqasini olish kerak. Nima edi? Kunaymi shaqasini olish kerak va loot topish kerak. Skarelni oldimmi? Skarelni oldim. 46, ya'ni 416 montajlari kerak ekan mavram. Buni loot nafs faqat shu loot, yana Minato'ning anaqasini olmoqchiman. Nima Katuni to'g'ri Minato'ning anaqasini olish kerak, ishlatib ko'rish kerak. Minato'ning gunoyi bo'ladi endi. Bo'ldi endi lootni nafsni tinchlantirib otamiz. Короче, teleportatsiya. Yasa zo'rda shu yoqadi menga. Mana Naruto animasiya qiziqib qoldim. Mana Musalash jutsusi, yumpini ol. O'qini ham bosh kerak narsalar yo'q, hammasi kerakli va keraklari ham bor. Kuchlarning qobiliyatlari olindi. Bu yerda nafs ham, nafs faqat loot'imizda. Loot, Viktor, hamma bot qurol. Mayto'dan bular botu hali. Mayli bot. O'zam mana ular qotib aylantiradigan monotip dish. Shuni urisham zo'r ekan. Otvorni bu mana bu yerda nima chiqyapti? O'zini sekin. Nima bu? Ana yo'q bitta bilan Minato'ning anaqasiga
La rassegna Nexo. Hatto va Obito bilan ham xuddi shunday ish bo'lgan edi. Xo'sh, nafs bilan shu narsa zo'r bo'ldi, lekin nafs bilan yana lut kerakli lut, bu yerda hech narsa yo'q. Ana 96 yo'q, kerak. Ammo yana nafs lut deyapti. Yana nafs shu lut deyapti. Короче, yana buni olamiz va yuramiz. Sekin yurib tepaga chiqish kerak. Hop, tepaga chiqib oldik. Va tepaga chiqib endi nima qilamiz? Shunchaki ana o'rin almashish texnikasi. Avvalda bu tepada Kakashimi turibdi-da. Bu yerda anaqa nima edi? Yashil qishlog'i. Tepada Kakashi turibdi negadir. Bu yerda sandiq, navs, tepada Kakashi. Hop, shu Kakashining yoniga borish kerak. Qanday tepada ana chiqarish kerak nima edi? Короче, men nafsim lut deyapti. Birinchi nafs Kakashi. Короче, u yerda anaqa. Mana kitobni olamiz. Jirayan yozgan kitobini va ochish kerak. Hop, Jirayan kitobi, bu yerda kerak narsalar. Men Kakashining yoniga borishim kerak, nafsni bitkizib, endi halidan Kakashining yoniga borish kerak. Mana qilib qotamiz. Короче, ona Kakashi. Kakashi bilan gaplashib, bunday loli devorni it o'rtar ekan. Kakashining iti bor-u, aytgancha loli devorga it o'rnatadi. Hozir qaranglar. Men loli devorimga it bo'lib qoladi mana. Kakashi it qo'yib berdi. Kakashining itlari bor-u, asha. Kakashining itlarini qo'yib berdi. Kakashining iti bor. Hop, endi pastga tushish kerak. Nafsim yana deyapti. Men nafsim balo moy tashlaydi ekan. Bu yerda bir narsalarmi turibdi. Akaslikni maqtanib qo'ydi. Bu yerda mana mening yana Minato anaqasi Kunayi. Endi bizlar bu yerda ovozlarni Короче, meditsinga borish kerak. Medisinga hamma odam bo'lsa kerak. Bu yoqqa odamlar tushmadi. Yana bitta nosdan chekib o'raylik, qaranglar. Qaranglar, nos. Tomoqdagimi, anaqa labdagimi yashirdik nosni. Mana u qolaylik nafs. Mana 46 ga o'qam yo'q. Hop. Mayda yana nafs degandek. Bu yerda nafsini biroz bo'lsa ham ko'proq 46 ga o'q. Shuncha o'q bor ekan, короче. Minatoni Naruto o'tirganda nima edi? Akademiyalarni qololmay. Bunday qilib o'tiruvdim-ku, короче, shuni ko'rdim deb hozir. Qanday edi? Orqamdagi anaqaga baho beringlar. Nima osilib turgan? Bilmas edimmi? короче, shaqaga baho beringlar. U yerdan yana nafsim deyapti. Men nafsim balo lutim ham halol. короче, rasing ham bor ekan. Menda bu rasing ham bor. Endi bizlar sekin tomoqchaga borib, qanday nos tomoqdagi mana uni tagiga yashirdik. Yana ikki qator nos bo'ldi. Nosni tupurmaydi. Ana u yoqqa boramiz. Yo, medisinga boraylik. Ko'p odam bo'lishi mumkin. Medisinda ko'p odam bo'lsa, shularni lut qilib yoki o'ldirib kelish kerak. Bu medisinga borish kerak. Mashinani Kilchatda ko'p odam urishyapti. Medisinga bo'lsa kerak.
Medicine zaşakamını nomi esimde yok. Yarıcı şeytan nima takip kurdum. Bayram yok. Yarıcı. Bunday telefon ishlatamiz. Hop. Geldik hech kim nima? Men bir yo'li yo'taldan yo'q, anaqayam yo'q. Yaxshi bu yerda jutsu hech kim kelmadi bu yoqqa. Hech kim kelmadimi? Hech kim tushmadi. Faqat botlar bo'lganligi uchunmi? Unda levikda hammasi bot, faqat men insonmi? Kilchatda avtomatda o'ldirishyapti. Avtomatda o'ldirishsa ular insonni, botlarni avtomatda taqib qurbilmayapti. Shuning uchun bizlar anaqa borish kerak. Zona shaqqa bersa, zona shaqqa beradi o'zi. Unda tezroq yaqinlashtirsak, nima qilib borish kerak? Tezroq borish kerak. Bunda bizlarga resurslar yugurishim u akatski. Kim mata qo'ya, ona botmi, insonmi? Короче, buni ham minat o'qilamiz. Hozir kelib olay. O sheringin ham bormi? Sheringini ham minat o'qilazdim. Vaqtim kam. Hozir bu bittasiga ana unga katun o'taman. Ani chiq katun. O'tib hozir unga minat anaqasini otish kerak. Bitsa, meni aka meni o'ldiring deb kelibdi-da bu. Gudilar aka meni o'ldiring, to'xtab turing, noxsha ko'ray. Nima noxsha kelsan? Bo'ldi. Ana minatning narsasi chiqdi, hozir yezib olaymi? Birinchi nafsim o'tyapti ana. Yana minatomon yugurib kelyapman. Короче, rasengga neksu yerga bektirib qo'ydim. Uzun bir bola va rasengga deyapti. Endi 2x musul x kerak emas, menga bu x kerak. 3x zo'r. Короче, birinchi o'qlab, endi esa ana joyga borish kerak. Ana chopdik unda bitta ramenni unda olaylarni ham tuyab qoladi. Tezroq borish kerak, sakrab akatskilardan. Akatski zo'rda kiyimi fajida. Naruto kiyimidan ko'ra akatski kiyimini ko'p kiyishyapti. Boshqa kiyimlar ham kilchatda onami ko'p, lekin taqib bo'lmashyapti. U kishikni olaylik. Bu yerda odamlar bor, ko'rdingmi? Bu yerda taqib ovozli eshitilyapti. Bu yerda to'rt bormi? Nima turishibdi? Hozir nima turibdi? Ota. Nima? Apa qishig'man, nimaga qishiq? Ko'rishmadilar yarish. Nima yugurib kelib nima sotaman. İnson bo'lsa kerak. Nima bo'ldi? Yaxshi, ana ko'rdi. Bu botgan. Yurib qoldi. U mana aka meni ham atib qo'ying. Meni o'rtag'im bilan dedi. Hozir meni minat o'qilaman desa mana ham tuyab qolibdi. Minat o'qilaman. Otib o'ldiribman. Yarıcana uni minat o'qida anaqa yana shaqa qilamiz. Shu zo'r ekan. Yarıcı. Hassam aylantiraman, ko'tiga tiqaman va ezaman. Imkon. Mudunqay buncha kirib olasan, seni o'ldirib yuboraman. Men qakir. Uyga kirib ketingani qatqamiz. Nima pirisosga men qakir ketingani qatqaman. Uyga kirib talta yurishaman. Men qatqor. Aytgan shuni minat o'qimoqchi edimmi seni? Minat o'qib shogird qilmoqchi edim. Sen obito bo'lasan, men minat bo'laman. Davay o'ynaymiz. Men seni o'ldim. Asamga deyapsan. Shuning uchun seni kulayversan lekin kerakki. Senga rasengani ishlatmasam, rasengga jotdim. Bu menga qirg'in o'tib topib rahmat. Sen nafsim yerdan o'tyapti. Nima bo'lar? Uchinchi yeringa bunday minat o'qimasam bo'lmaydi-da. Birinchi aniq otib turdi, hozir seni minat o'qilaman. Yo'q,
Sen o bitti olsan ben Minato olman. Kendi geliştiğim bu botken. Bot basayım hala böyle. 8 dolar bahane küçük izoleydi hızlı nasıl bulurdu fazla. Hazır. Anlamam ne ramen yemoqchi bana kam qopti ramen qani. Ramen. Yo'li. Kalau video bu aşağı kam. Yam. Hop duydum. Nereye? Hop. Çık. Ötüp gitti. Tüymeli. Gel olsun. Saksı doldurib mı? Ortaga 8 qolib ketdi. U yerda taqib qurilyapti. Negadir hamma jamiljon bitta men kam bo'lib qolyapman. Chopdim. Yerda odam yuribdi-da, uyni ichidami? Ko'rdim. Hozir sen Obito bo'lasan, men Minato bo'laman. Shuni Minatoga qilib hammaga berib qo'yishording deb ashari basudi. Короче, makatning motori. Yarıktıydı. Sen yana men Minato bo'lib turaman. O sherik kelyapti. Aka meni otib turing, keyin uni otasiz. Yarık hammasi bu chiqyapti-da. Nima botlar bosib ketdim. Hozir o'sha chiqib ketgan bo'lsa kerak. Katning motori. Yotib derdi aka deb. Rahmat, o'zi uchta inson qolibdi. Shu uyni ichidami? Uyni ichidamikan? Birinchi aylanish kerak. Sen uyni ichidamisan deb. Sen deb qo'ydash kerak. Uyni ichida emas ekan. Ana skarelo. Ben nima bu Qur'onni oldim, menga televizor oldim beringlar. Bo'ldi. Uni keldi. Aka meni otib turing. Men senga katim otaman. Qarab, taqon. Turib qo'ydim og'ziga. U she'r emas ekan, muzika, birgalar va natijalar. Unga Rasenga otaman. U Obito men Minato kerak. Shunday. Garchi mana uni ko'ringlar. Hoppalik hukmronman ekan men. Zona keldi. Qoch. Zona anaqa beryapti, nima edi? Onishiga. Odamni chekiroli. Shuni ichiga beryapti o'zini. Birvalo arenasi. Finalmi chiqqan arenasi ekan. O'sha arenaga beribdi. Arena qurolichi. Unda bizda nima bo'lar ekan? İnsan ketdi meni apkari chotib qo'yadi. Minato sen Obito kerak emas, kallang ketdi. Imkonsiz, u yoqqa o'tib o'ynasa bo'lasiz kerakki. Qatyapti mayli. Kerakki jipillash payti keldi. Ura! Jipillab. Hozir men o'tirib olib jipillab hamma qilgan ishimni, mehnatimni oyoqdagi tashlashni yashiraman-da. Menda tashavorib, oxirida qancha yuk qilganimni, qancha mashaqqat qilganimni bilib olaman. Hamma tashlayman. Buni tashlab bo'lmaydi, kerak bularni tashlayman, sumkani tashlayman. Jipillayman yana, o'sha sumkani, kerak kiyimlarni ham tashlab yalang'och bo'lib, buni tashlayman, kerak tayindagi shuncha qilgan ishlarimni ko'rib, o'yda yetishni bitirdim dedim. Kerakchi uylar sen bitding dinler. O ikki to'g'ri hukmron va ilchat hukmronmi shaqami? Kerakchi oltini manaqaga o'tsam 29 yosh soldi. Kerakchi o'zi 67. Ana durza tashlasanglar nomini eslab olinglar. Hatta skinni anaqa boshqa qo'yilmaydi. Bu narsalar berib uy uchun bitta jihoz ekan. Nima kerak menga bu? Uy nima kerak? Unda bizlarda yana Wi-Fi ishlamayapti. Nima balo? Lekin qizib ketdi shekilli. Qizib ketib telefon. Telefon qizib ketdi, hozir ishlaydi. Bir necha minutdan keyin tugatib tamam. O'shali bir narsa narxi kiyimni olishim kerak.
Kakashim turizam oldimikan? Kakashi bu videoni ko'ryaptimikan? To'lasin. Zratali bo'ldi. Bu erpim necha bo'ldi? 14. Erpim kuchaytirish ham qiyin-da. Yaruchim nima berdi? Buni ayken qilaverar ekan. Diktak pak sakraymiz. O'tiramiz, yo'ramiz, tepamiz, jim yaruchim. Hozir достижение bajardim. Hech qaysi достижение bajarib olish. Olib yaruchim. Naruto skinga oz qoldi 98. Naruto skinini olsam bo'ldilaman. Hech narsadan. Mas'ul yaruchim. Men hozir Kakashi menga duzi tashadi. Duzam oldimi? Olmabdi ham. Kakashi men duzam olmabdi. Nima? Kakashi duzam olmabdi. Hozir men unga duzi tashab isbotlayman duzi tashlaganim. Masalan, nomesini Kakashi uzri yaruchim yozdim. Mana. İzlashni etsam chiqyapti. Mana yuborishni etsam do'stlikka taklif anchadan yuborgansiz. Yaruchim mana akkauntini ko'ryapsizlar. Mas'ul hattoki mana 28 ni mana populyardan tashlab qo'yamiz. Yeb. Yaruchim Kakashi bu videoni ko'rayotgan bo'lsang juzani olib qo'y. Bunday qilib qilib bularni bos degan qildik. Bitta hozir men qurol skin berdimmi? Shunday ekan, pastga tushib, mana unga beribdi. Vaqt ekan. Bu qurolga vaqt bersa kerak emas. Mana u bitta bo'lsa ham cheksiz vaqt edi. Hozir open case qilamiz. Open case time. Yaruchim omad yoki kasofat. Video uchun birinchi open case'imiz nima ko'karib qoldi. Digish. Musur. Digish. Bu bo'larlik musur babram. Yaruchim omad kelmayapti. Chunki men omadsizmanmi? Shunaqa omadsizlikmi yo'q? Yaruchim menga server o'yini kerak emas. Optik. Tushdi. Va musurmi? Yaruchim boshqalardan olsam bo'ladi. Masalan, mana undan 300 tasini foydalanaman. Yaruchim omad yoki kasofat o'tkazib olishni bosaman va kasofat Gargamel chiqdi. Ondan olsa bo'ladimi? Ondan bittasi bo'ladigan qani ochib qo'yib, omad yoki kasofat. 100% kasofat bo'lsa kerak, men kasofatliman chunki Yaruchim bizda yana kasofat, chunki men omadsizman. Yaruchim yana open case'ga o'tgan hech narsa qolmadi. Yaruchim bilan nima kerak? Pinky sochgan hech qaqov qo'ymabdi. Uni 450 chiqishirim. Yaruchim videoni shu joyda tugatsam desam yo'q. Hozirlanib ona nasa qilay. Molani olsam bo'ladi. Olish. Yaruchim olish bo'ldi. Ezildi. Yaruchim och. Nimani ochaman? Yaruchim bo'lib aytmayman. Mana undan beribdi. Unda bu joylardan. Ammo 200 ta qildim. Mana uni bunday kiyimlar bermayapti. Hokaga kiyimini bermayapti negadir. Zo'r narsalar. Mana hokaga kiyim buni nima deyapti? Yaruchim to'qmaz bir bola Yaruchim bu uyda
uchun bir narsalar u haqligini olishi uchun nima qilish kerak? Mendek gusayu qizil dumliga bir bo'lami deyapti. Nazardan bering bir bola. Aka shunday bunday qillar bilan tursi bilan g'alati ko'rinar ekan. Anaqam bilan zo'r xabar kelyapti to'g'ri. Men maqsadim bor muomala, mana umida yo'q. Qaniydi? Mana uni. Mana ochishmi? Mana uni ochish. Mana 30 taga ochish kerak. Men mana u ramkani uni ochmasam hozir 300 500 9 8 ta mashaqadan bo'ladi. Короче, men ocholmayapman. Men ana hakaga kiyimini olgim kelyapti. Hoppalik. Shu bilan bizning videomiz tamom emas-ku. Короче, men uni olgim kelyapti. Qanday bo'lishini kamsizlar. Hop. Bu 9 kunlikka zarar 300 mingta zarar yetkazishmi deyapti. Короче, shundan hammaga xayr.